Assalomu alaykum, qanaq obunachilar. Xudo xolasa, yo'limizni o'rnatgani keldik. Xo'p, datchilari, xo'p, bezapasning, xo'p, o'ji gradslari 8 ga ko'tarilyapti, 44 da. Xo'p, 60 ga chiqqan do'st tashlaydi. Bitta yoni jarayonlarini ham ko'rsataman. Yoni jarayonlari. Men aytaman ko'p aka odamga. Hoki yoqmaylar, hoki uchib ketaman o'zi. Yirigi yonyapti xolos. Sistemalar nasab qilingan. Xudo xolasa, oyoqlari bitta qator ko'rmasa olasizlar. Invertorlarigacha, miyalarigacha garantiyalarni berib, ustoga bitta qilingan ishlar ayting. Endi bu ish menimcha uyda egasi aytgandaqa bo'ldi, misol. Uyda egasini o'zini xohishlariga ko'ra bo'ldi. Hamma yo'qda, misol o'zlaring misol qilib anaqa qilmanglar, faqat ustani uyda egasiga xohishiga qarab. Hamma sistemalari. Lekin aka ma'qulmi, Xudo xolasa? Xudo ko'nglingizdagi hammasi bo'ldi aka. Ko'nglimdagidek bo'ldi. Bo'ldi aka. Xo'p, miya operatorlariga 6 oydan 1 yilgacha garantiya, kat yo'lda o'ziga 2 yil garantiya beramiz. Xo'p, pastda nomerni qoldiraman. Podpiskani ayamaysizlar. Hasan Boymigan. Hasan Radar deyshadi. Yo, men bitta shu ko'rsak bo'ldi anaqasini, misol uymo. Atablaynanikini. Bismillah. Men eshikni oldiga qo'ymagan mana nima bo'ldi? Xudo xolasa, o'sha salkam qo'l kuyadi. Hojati. Mashinaga Bor, hoshtoq endi ayni tagiga o'zi qo'yish kerak. O'zimga sig'lari terish kerak degani uchun qo'yib narsa qilinibdi. Mana akamiz endi xohishlariga sizlar iloji boricha Xudo xolasa kakparojni qilib bersan, endi uyda egasini rayonga qilinmaydi. Xudo xolasa 2 metrli ataykanimizdaqa ayni tagiga o'zi o'rnatiladi. 2 metrli shturetskiy, o'zi zakonniy istayapti. Xolasa pastda nomerni qoldiraman, yana aytaman, like podpiska. Men sizlar negativ yozadiganlar. Mana masalaning mana bunaqa bo'lar ekanda, gapirayotganda bunday qilib gapiradi-yu, o'xtalib. O'shini 4 tasi o'ziga qarab turar ekan mana bunaqa. O'tda o'sha o'zlariga qarab turmasin. Jijimiz ham bor, o'sha jijimizning hisob narsasi bor, qaranglar o'sha. Xudosa bexijolat. Sizlarimiz uchun bitta like podpiskani bosib qo'yasizlar. Ayamaysizlar ona. Xolasa, polni 150 kvadratli berganmiz. Listlar o'sha 4 listdan bo'ladi. Ekanimizda o'sha qoldi, o'sha sarkam o'sha kuydirishni boshladi o'sha. 45-46 gradusda. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Usta akamiz, usta bilan. Xolasa, amyolar komplekt narsa kelinadi. O'rnatib berish alohida, u xizmat deyman, faqat vodiy bo'ylab. 150 talik aqlli smart. O'sha 46 ni o'zida dodlattirib olyapti akalar. Hisoblarni qilaverasizlar, past nomer yana. Nima qilish kerak oshna? Faqat like podpiskani bosish kerak. Negativlarga nima deysiz? Negativlar o'zi biladi, endi negativlar. Ammo qiyizdirish kerak ular ham. Shu bitta negativlar o'zlarining javob yo'linmasiga garantiyalar bor. Ana, bunu qaranglar, bu tublitsalari ham bor. Kilovata 5 lik temir list bo'ladi. Raski tunika bo'lmaydi. 1 lik toza raski qora list. Xo'p, ko'p odam listini aytadi. Listi qora 4 lik raski list o'zimiz olib kelamiz. Qoplamasi 3 lik bo'ladi. O'zi 4 lik deganda o'zingiz sezaverasizlar, o'zi qalinligini bilinib turibdi o'zi. Xo'p, narxi $1050 ketaveradi. 1250, 1300, 1500, 1600, xo'p 2450, xo'p 5600. Bu sizlarga aytganim 150 kvadratdan xo'p 2,5 kvadratgacha aytayotganim narxlari. Xolasa, dastavkasi vodiy bo'ylab eshik tagigacha bepul. Bu narsalardan ko'ngilli xotirjam qilinadi. Hozir uyda egasi akamiz ham bitta chaqirib qo'yaman, bitta aka, dastavkasi qanaqa bo'ldi? 100 eshik tagigacha bepul aytilgandaqa yetkazib olib kelib berildi. pul olinmadi. O'zlaridan bo'ldi. Aytilgandaqa bir kun uzog'i 1,5 kun ispitaniya hisobini olib jo'natib yuborildi. Bitta borib gaplashdik, pulni to'lab keldik, ertasi kuni uyga kelib pulni qolgan pulni sanaldi. Ana. Akalar, o'zim sog' bo'lasizlar, qizartirasizlar.
Sog' bo'linglar.